zavod holatida turgan hova olaman deb niyat qilgan akalarimiz uchun mana dizeldan hech qayerga tegilmagan 95% holatda radnoy turgan texnika topib qo'ydim. Qadrdonlar, svejiy holatdagi hova sinatragimiz 336 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi 226 ming bo'pti. Aka buni olib kelib motorlarni ochib ko'rdingiz-a? O'zimiz uchun bir marta ochib tekshirganmiz. Yog' bog' yemaydi, hamma joyi chotga o'zini radnoy. O'zi radnoy ko'rsak, nizalari qolganmi? O'zi o'rni. Bunga yana 6 ta balon qo'ydim dedingiz-a? Ha, 6 ta balon. 6 ta balonni 100% holatda turibdi ko'ringlar. Mana motorlari o'zini radnoy holatda turibdi. Bitta proverka qilishyapti. Avto yemaydi-mi? Yo'q, avto yemaydi. Bo'lgan bo'yigacha rasxod qilmaydi. Dizel holatida svejiy turibdi. Mana boltlarni ko'ringlar. O'zimiz uchun narashga ulaganmiz ustiga. Sizlar faqat ko'mir bilan shug'ullanishimiz uchun shunday. Ona narashkani ham zavod qilib qo'shib qo'yishdi ko'ringlar. Chiroyli chiqdi lekin. Faqatgina bitta rezonanslardan xolos dedingiz-a? Radnoy bitta mana rezonansdan. Qolgan hamma narsasi risori o'zini radnoy risorida turibdi. Faqat shu o'rta bo'shdagi balonlar 15-20% ekan, qolgan 6 tasi 100% holatda turibdi mana ko'ringlar. Balonni ham Ninglong eng qimmat balon bu, bilasizlar? Mana ko'ringlar. Padushkasiga bitta padushka almashibdi. Ha, o'sha mendan oldin almashtirgan edi. Sizdan oldin almashtirgan. Atak qolgan hamma joyi haqiqatan radnoy holatda turibdi. Mana bosini ko'ringlar, yangi Lexus ham o'z mandikiga o'xshagan. Orqa bo'tlari ham tekis holatda turibdi ko'ringlar. Haqiqatan svejiy texnika. Tomon ortaga 4 ta yangi balon taqilgan, oldiga 2 ta yangi balon taqilgan, faqat shu o'rta mostiga o'rtacha. Atri nima deysiz akkumulyatorga? Qo'yilganmi o'zi degan? O'zim olganimda kelgan. Apkasiga? Yo'q, apkasiga yo'q. O'zi salarga de akkumulyatorlar ancha muncha apkasiga nega? Apparatlar nima deydi aka buni? Apparatlari cho'tga ochilmagan, tegilmagan. Tegilmadi yo'q. Mana tekkan yo'q, mendan oldingi egasi ham tegmagan. Zavodga qoldirdi. Qo'yib. Endi 95% deganimiz akalar shu bular olishdan oldingi shotirlarimiz shu o'ng tomon tegizish bo'lgan ekan, mana podnoshkani oldini, faqat shu ikki qari joyini tegizish bo'lgan ekan. Qolgan hamma joyi radnoy holatda, boshqa DTP'si yo'q kabina. Oldini ko'ringlar. Endi bu akalarimiz hoka ko'mir bilan shug'ullanishadi. Hokani changlari turibdi, lekin butun oldi. Kondisioner ishlaydi aka? Kondisioner ishlaydi. Ishlamaydigan joyi yo'q bo'lsa kerak, o'zi svejiy turibdi, texnika. Mana oldi miyasini apishka qilib qo'yishgan ekan, qarchi bo'lganda temasinga. Faqat mashina bo'lgan ekanda oldi burchaga. Strashniy emas lekin. Qolgan hamma joyi aytib o'tganimdek radnoy holatda turibdi. Bundan ko'ringlar mana. Og'a polida juda chiroyligini qilib o'zlari qilganmisizlar aka? Ha, o'zimiz qildik. Polida? Ha, juda chiroyli chiqibdi lekin mana shu nima ham varianti ham ko'ringlar. Oma svejiy turibdi, haqiqatda salonda ichi juda ham chiroyli holatda turibdi. Mana laboylari ham hech nima qilmagan ekan, zavod ekan, radnoy laboylari ham. Mana shu 2020 svejiy texnika qanaqa bo'lsa xuddi shunday turibdi mana. Faqat shu aybi burchak xolos, o'ng tomon. Yurgan probegi mana 226.468 bo'pti. Halol akalar. Qo'y. Mana dizeldan zo'r ishlab o'rata hova. Qani gaz bosingchi. Bu texnikamiz Toshkent viloyati Angren shahrida turibdi. Pastga kelgan nomerni qoldiramiz. Xotirjam aloqaga chiqsalaring. Savdosini qilaverasizlar. 53 ming dollar deyshodi, bo'ladigani 52.500 dollarga tushirdim narxini. Xudo xolasa, aka naqd pulingizni ham o'tib berasizlar. Chiroyli qilib, xursand qilib jo'natasiz klientlarimizni. Bu video roligimizni svejiy havo haqida yurgan do'stiga srochniy tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, barcha turdagi texnikalardan birinchi bo'lib xabardor bo'lasizlar.